Dasturimiz jonli efir soatlarida davom etmoqda aziz yurtdoshlar. Endigina televizorni yoqib bizni tomosha qilishni boshlagan bo'lsangiz, o'ylaymizki, dasturni allaqachon tushunib yetasiz. Chunki bizda qizg'in suhbatlar va ajoyib lavhalar ketma-ketligi siz uchun tayyorlangan va biz galdagi suhbatdoshlarimizni taklif qilish uchun hozirlik ko'rmoqdamiz. Yaqindagina respublikamiz bo'ylab yoshlar kuni munosabati bilan alohida tantanalar tashkil etildi. Quvonarlisi, davlatimiz rahbarining shaxsan o'zlari yoshlar bilan muloqotda bo'lib, ularning taklif va tashabbuslarini yangi loyihalarni amalga oshirishda amaliy ko'mak berish maqsadida alohida topshiriqlar berdilar. Qolaversa, mana shu jarayonlarda bizning vohadoshlarimiz borligi ham barchamizni quvontiradi. Ayniqsa, tashabbuskor, o'z tengqurlariga o'rnak namuna bo'la oladigan yoshlar safi kengayotgani, ularni mana shu sa'y-harakatlari bee'tibor qolmayotgani ham ularni yana-ham izlanishga, intilishga undaydi deya bemalol ayta olamiz. Eng quvonarlisi, mana shunday ko'pchilik yoshlarga o'rnak bo'la oladigan yoshlarni biz dasturimizga, studiyamizga taklif qilganmiz. Ular bilan sizni tanishtirib o'tamiz. Urganch davlat pedagogika instituti yoshlar yetakchisi Doniyor Tursunov hamda ularning yonlarida kelajak bunyodkori medali sohibasi Muyassar Ollaberganova bo'lishadi. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Avvalo tabriklaymiz, kuni kecha bo'lib o'tgan yoshlar kunida munosib taqdirlanib, munosib e'tiroflarga sazovor bo'lganingiz bilan va mana shu yozgi ta'til bo'lishiga qaramasdan bugungi kunda ham ijodiy faoliyat bilan, aynan kasbiy faoliyat bilan bevosita shug'ullanib kelyapsizlar va keling, mana shu jarayonlardagi yangiliklar bilan dastlab tanishsak. Xo'sh, oliy ta'lim dargohida bugun qanday yangiliklar bo'lyapti? Nimalar bilan bo'lishasiz ayni daqiqada Doniyor aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ayni damda endi shuncha prezidentimiz tashabbusi bilan mana 30-iyunda yoshlar kunida ko'plab takliflar, tashabbuslar ilg'or surildi. Shungacha bo'lgan yoshlarimiz o'rtasida bo'lib kelayotgan chempionatlar, sohiblari ko'plab o'tgan yilga qaraganda bu yil ko'proq deb o'ylayman. Chunki shu prezidentimiz tomonidan ko'p bizga ajratilgan shart-sharoitlardan bo'sh vaqtini unumli foydalanish berish kerak. Ular yoshlarning bo'sh vaqti bizni ish vaqtimiz hisoblanadi aslida. Shunaqa bo'ladi. To'g'ri yonda shu. Shu to'g'ri. Ko'p nima desam bo'ladi? Shaxmat, shashka, endi shashka bo'lsa, futbol, qo'l tennis, voleybol, unda chempionatlarga chiqib bo'sh vaqtlarida unumli foydalanyapti. Ko'p ularda bo'sh vaqtini keltirmasligimiz kerak, faqat band, to'garak, o'qish, o'zini qiziqishlari bo'ladi. Ko'p mana 30-iyunda bo'lib o'tgan selektorimizda ko'p yoshlarimizga ko'p vaqt ajratdi. Prezidentimiz tomonidan ko'p takliflar kiritildi. 50 ga yaqin takliflar ilg'or surildi. Unda nima desa bo'ladi? Yoshlarimizga ko'p imkoniyatlar ochib berildi. Tadbirkorlik, masalan, ko'p nimalari subsidiya ko'p ochildi. Ular nima desa bo'ladi? Yoshlarimiz unumli foydalanish kerak, ulardan harakat qilish kerak. Ularni bizga nima qilib, ularni ko'p rivojlantirishimiz uchun biz harakat qilib, ularga to'g'ri ma'noda tushuntirib, yoshlarimizni ilg'or, masalan, bilimga chanqoq qilib, ishga chanqoq qilib nima qilishimiz kerakda, shularga ko'p tushuntirish olib borishimiz kerak va ularni bo'sh vaqtini bo'ldirmasligimiz kerak. Bo'sh vaqt bo'lmasligi kerak ularda. Boricha. Sizda ish tugamasa, lekin ularda bo'sh vaqt bo'lmasligi kerak, shunaqa. Hozir aytdilar, mana ularning bo'sh vaqti bizning ish vaqtimiz. Juda chiroyli tarzda yetkazib berdingiz. Ta'rif ham zo'r bo'ldi va yetkazib berish uslubi ham o'zgacha bo'ldi deb ayta olamiz. O'z nomi bilan yetakchi, qarang, yoshlarga yetakchi bo'lish, har bitta sohada yo'l boshchi bo'lish, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatishda yo'l yo'riqlarini ko'rsatib, eng asosiysi birgalikda jamoa bilan ishlash sizlarda juda mashaqqatli, qaysidir ma'noda mas'uliyatli jihatlaridan biri. Chunki talabalar baribir yosh bola emas, o'zini fikriga, o'zini o'sha so'ziga ega bo'lgan erkin insonlar. Lekin ularni ham albatta kelishgan holda ularni vaqtini to'g'ri tashkillashtirish, har bittasi bilan individual tarzda ishlash sizni bugun ishingiz hisoblanadi. Endi qaysidir ma'noda juda mas'uliyati juda ham katta vazifa. Unumli o'tkazishga qaratilgan e'tibor sizda. Endi
ko'pchilik yoshlar baribir guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi deganlardek, bo'sh vaqtida nima qiladi? Aynan pul topish harakatini qilishadi yoki bo'lmasam o'zlari qayergadir dam olishga yetishi. Mana shunday yoshlar bilan ishlashda qiyinchilik tug'diradigan taraf nimada deb o'ylaysiz sizda? Qiyinchilik tug'diradigan tarafi yo'q desa ham bo'ladi, chunki 1 yildan oshdi meni ish faoliyatim borayotganga o'rganib qolganman yoshlar bilan ishlash bo'yicha. Undan nima muzeylarga sayohat bor haftada, keyin to'garaklari bor, pul topish bo'lsa, o'qishdan tashqari IT parklarimizda ishlashadi ko'plab talabalarimiz, ham kasb o'rganishadi. Muzeylar kitobxonlik dasturlarimiz bor, ish rejalarimizda ko'rsatilgan, sport o'yinlarimizda shunaqa sport musobaqalarimiz bor. Shunda kuboklarimiz bor, rektor kuboklarimiz shunda qatnashishadi. Bo'sh vaqti bo'lmaydi. Nima xohlasa tayyor. Har haftada shu nima desam bo'ladi, 3-chorshanba kunidan boshlanadi. Katta bayramda o'tkazamiz, musobaqalarimiz ham, nimalarda, bellashuvlarda ham zakovat bo'ladi. Har juma kuni zakovat bo'ladi bizda. Oliy ta'lim undan chiqqan fakultetlardan chiqqan birinchilikda olgan oliy ta'limlar o'rtasiga yo'llanma beramiz. Ular oliy ta'lim o'rtasilarda ham katta zakovat bo'ladi. Yoshlar markazimizda, masalan, yoshlar markazimizda ham birga ishlashamiz, ham jihatlik bilan birga ishlashamiz. Ular bilan katta yordam qilishadi. Shu hamma 8 ta oliy ta'lim bilan bellashamiz zakovat bo'yicha. Har bir bellashuvlar, sport o'yinlari bilan. Quvonarlisi yoshlardan faollik va tashabbuskorlik juda ham yuqori darajada, to'g'rimi? Bitta narsani sezdim Omadbek, yolg'ondan bahona qilishga ham hojat qolmas ekan, chunki o'sha hozir aytdilar pul topish bo'lsa, o'sha moliyaviy daromad jihatdan bo'lsa, mana kasbiy jihatdan ham bor yoki zerikkan bo'lsalar, muzeylarga sayohat bor. Xullas, yaxshi tashkillashtirilgan ularning so'zlaridan va bayramdek bo'lib ketadi degan so'zlardan ayniqsa ma'lum bo'ldi. Doniyor aka, telefon qilgan paytingizda ham talabalar yoshlar bilan shunday gaplashsangiz kerak. Bugun kayfiyating qanaqa, qayerga boramiz deb gaplashingiz kerak. Yoshlar nima qilamiz? Bugun nima qilamiz? Muzeyga boramizmi? Yo'q, bu yoqqa boramizmi? Kelishilgan holat bo'ladi. Yoshlarimiz ko'p nima desam bo'ladi, hamma yoshlar bilan bu yilga qaraganda 9000 ga yaqin talabamiz bor. Pedagogik hammasi bilan bir xil bo'la olaman. Hammasini xarakteri har xil bo'ladi, hammasini tanib, endi 3 yil mobaynida ishlayotgan bo'lsam, taniyman hammasini. Hammasini taniysiz. Xarakteri ham yoqadi, xarakterlaridan bilaman, nima qilamiz. Bir-birimizdan maslahatlashib, o'zim yordamchilarim bor, ularga buni maslahatlashib, kengashib, bugun bir joyga Xivaga o'zimiz ichki turizmlarimiz ham bor. Endi 9000 talabani bir 80% ni tanigan taqdiringizda ham bilasizmi, bir o'yin bor, ism aytish o'yinlari bor, oxirgi harfga. Siz bilan o'ynab bo'lmasak ham shu o'yinni. Endi 9000 talabani 80% ham kam bo'lmaydi. Endi juda bo'lmasa ularni ismi bilan chaqirmasa ham guruh nomi bilan chaqirar balki. Yoki familiyasi bilan familiyasi bilan